Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Shahrisabzga yo'l oldik. Yo'lma-yo'l bir so'm pul ishlatmasdan qo'limdagi krember mahsulotlarini barter qilib ketamiz. Qani ketdik. Hozir yo'lga to'xtadik. Ayron ichkim kelib qoldi. Issiqni ko'rasizlar. Hozir barter qilib ko'ramiz. Qani o'xshirmi ekan ketdik. 8000 bizning qo'limizdagi mahsulotimizni 14 ming so'm barterga almashasizmi? Maylimi? Yeb ko'rasizmi? Krember. Krember bilan. Bilasiz? Yeb ko'rganmisiz? Bu bizning yangi mahsulotimiz, как раз patrons qilib ko'rasiz. Rahmat. Men ichib ko'raman. Ungacha siz yeb ko'rasiz. Rahmat. Hozir men ayron ichib ko'raman. Qani? Ajoyib. Yoqdimi? Stakan nima qilamiz? Hozir endi operatorimizni o'yladim. Ularga go'ja olib beraman barterga. Qani berarmikanlar? Menda mahsulotimiz bor, kremberimiz. Bu 14 ming so'm barter qilamiz. Barterga bermaysizmi? Sizni go'jalaringizni reklama qilib beramiz. Sizni ko'radi hamma. Sota olmaysiz? Barter qilamiz. Siz menga go'ja berasiz, men sizga buni beraman. Qanaqa ichasiz? Farq